Yemeyeceğim. Yo yemeyman. Telefon bilen. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'rayev Ixtiyor Baxtiyorovich kim? Manman. Sizni bog'chaga o'chirishsiz keldi. Bog'chaga o'chirtim keldi. Ha, Qachon qo'yilgan u? 1990-yil. Kechirasiz, kim qo'ygan meni bog'chaga o'chiribdi? Bilmadim, endi oyis qo'ygandir, adasi qo'ygandir. Nimaymiş? Ha ne o'ylayapsiz? Bog'chaga o'chirib kelibsan, tushunyapsanmi? Bog'cha pamqanyapsan. Ana. Alo. Atkaz beramiz endi. Nima qilamiz? Ishlik odamman, bu avtobus haydayman. Shuncha yildan keyin ham chiqadim. 36 yil bo'libdi, o'chirib qo'yganmiz. Voyman bilmasam, endi men ham bir oddiy ishchiman. O'g'ilcham borsam bebaymi? Yo'q. Mayli endi atkaz berasiz, endi iloji yo'q bu. Nima atkaz qildingiz? Boravermasmi? Bog'cha mazza-ku. Borgim keldi meni ham. Mana bu kreditlardan, dunyo tashvishlari, ro'zg'or uylovlari, ko'p narsadan qutulib ketgim keldi. Lekin ko'p narsa to'g'ri kelmaydi-da. Nima to'g'ri kelmaydi? Tushunmayapman. Garshokka qanday o'tiraman?